archalarni doddasini ekib qo'yishib ekan. Xuddi shu lokatsiyada 1 sotix yerni narxi $15,000 plus minusda 8 sotiklik tayyor uchastkani $90,000 ko'rsatamiz. Ikki avtoxona ko'radigan bo'lsak, kiravishga 2 ta mashina bemalol sig'adi. Keyin katta hovlisi, asosiy bino joylashgan bo'lyapti. 3 ta yotoqxonani ko'rishimiz mumkin va alohida hol, bitta umumiy sanuzol ham joylashgan bo'ladi. Remontlari yaxshi holatda, tayyor kelib yashaydigan. Alohida dacha qilib foydalanaman desanglar ham bundan ortiq variant bo'lmasa kerak. Egalari dacha qilib foydalanishayotgan ekan. Xo'p, bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, o'zini basseyniga ega shunaqa chiroyli katta hovlisi, pastga qaragan mevali daraxtlar, katta archalarni ekib qo'yishgan. Alohida umumiy sanuzolni ham ko'rishimiz mumkin. Letniy kuxnya deysizlarmi akalar, alohida oilaviy dam olish uchun katta tapcharlarga ham ega ekan. Xullas akalar, men manzaraga o'zingizlar bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi-yu. Yusufxonada joylashgan 8 sotikli tayyor uchastka kelib yashaydigan yoki dacha sifatida foydalanaman desanglar ham bo'ladi. Egalar dacha sifatida yurgizib qo'yapti. Hujjatlari turar joyda gaz, svet, suv, kanalizatsiya umuman muammosi bo'lgan joylarda narxi $90,000. Past egalar nomerini qoldiraman, telefon qilinglar.